aytdi. Diniy e'tiqod shundaqla urf odatimizga mos bo'lgan yemak-ichmaklarni ichkiri o'lkalarda uchirtish haqiqatan bir qadar qiyin ish edi. Xuddi Farhod apandining aytganidek, tabiiy muhitmi bolalarga xili zo'r ta'sir ko'rsatgan edi. Tushdan keyin soat 2 da biz musobaqa maydoniga qarab bordik. Assalamu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun 5-oyning 17-kuni Nazir Shijojonlikki Yutum tarbiya markazida turib, sizlarga xabar beryapman. Hammamizga ma'lum, bugun Shinjon G'arbiy Diyor Pashalma komandasi bilan Xobey yoshlar komandasining musobaqasi olib berilmoqchi. Bugun qaraydigan bo'lsak, mushtan tarbiya markaziga Xobey atrofidagi har qaysi universitetlardan Shinjonlik o'quvchilar bizning mushu G'arbiy Diyor Pashalma komandamizga madad tilash uchun, madad berish uchun nayt qizg'inlik bilan kelibdi. Mana qaraydigan bo'lsak, hozir tarbiya markazining oldi tarafida bir mushar qaysi universitetlardan kelgan o'quvchilar tashkillanib, mushu madad tilash uchun yig'ilib turibdi. Biz bu yerga qarab boqaylik. Kimgan kishi avvaldan mashqini ko'rgan, mashqini ko'rgan, ahvolini ko'rgan yaxshi. Sizlarga yana degan ishonch bor. Sizlarchi bugungi musobaqa qancha natija bilan oxirlashadi? 2-0 bilan Aslında xayrat qilsizlar baba. Qancha bo'lsa umid qilamiz. Bo'ldi. Rahmat. Cho'qim sana martalar bilan bolalar cho'qim yaxshi o'ynaydi. Ayda ilaylik maydonda ko'rsaylik bizim bor. Mana endi medianing aytgan matn xalaqadi istansizmi? Landa. Satr bashib ko'rsaylik hamsa. Hurra! Shinjon! G'arbiy Pashalma! Shinjon! Hurra! Musobaqa maydoni. Gerçi musobaqa ko'ngli kelgan top nastonlari Urumchidagiga o'xshash kishini hayron qoldiruvdek darajada ko'p bo'ldi. Lekin madadi xelilik qizg'in ham. Xobey yoshlar komandasiga madadlarga kelganlar bo'lsa, Tosh olma komandasininkidan xeli ko'p. Biroq qizg'inlik jihatda yana Tosh olma komandasiga taqiladi. Shinjon! Hurra! Shinjon! Hurra! Shinjon! Hurra! Hatta her qaysi universitetlardan kelgan Shinjonlik o'quvchilar qizg'in kayfiyatda Tosh olma komandasiga madadladi. Oh,